Yaqinda bir ijtimoiy tarmoqda bir voqeani o'qib qoldim. Shu narsa ajoyib bir menga ta'sir qildi. U narsa turkiyalik olim Sayyid Qaysar degan odamni shu mart oylarida bir ko'rgan voqeasini u yerda gapiradi. U kishi Madina Munawvarada olim odam, o'sha yerda ko'p istiqomat qilgan ekanlar. Aytadilarki, kuntu fi amrin huna va ra'aytu arba'atan min ash-shurta yantazirun. Bir kun Janob payg'ambarimiz alayhisalomning qabrlarini oldida Madina Munawvarada tursam, Rasulullohning qabrlarining narigi tomonida bir eshik bor. Shu eshik Rasulullohning hujralariga olib kiradigan eshik, qabrlarini. Shu yerda 4 ta politsiya turibdi qo'lida kishan bilan. Shunda bir odam Rasulullohning ravzalarini ichidan shunday chiqib bir bola keldi. Fag'azzav alayhi, haligi bolani darhol tutib qo'liga kishan soldi politsiyalarning. Summa robatu yaday, qo'lini orqaga baylab, haligi bola doddirdiki, "Hey, nima qilasizlar? Men nima qildim sizlarga? Va ana lastu bishakhuzin va ana lastu bisoriq. Men tilanchi bo'lmasam, o'g'ri bo'lmasam, nimaga meni bu yerdan olib ketyapsizlar? Men nima jinoyat qildim?" deb u bola yalinib qoldi. Buni Sayyid Qaysar guvohi bo'lib, haligi holga chidamadim dedilar. U bolani men tanidim. Taniganim shu ediki, qadroaytuhu khoshian yabki. Payg'ambar alayhisalomning hujrai saodatlarini ichida doim yig'lab o'tirardi u bola, qabrlarning ichida. Va u bola va huwa shobbun min Albani, albaniyalik bola edi. Yoshi 35-30 yosh, 36 yoshlar atrofida. Ashqara va lahu lihyatun hafifa, bir qizg'ish yengil soqoli bor-u, siyrak, ammo bu tomonlari ko'sa edi. Faqultu lahum, shunda borib haligi politsiyalarga, nima bo'lyapti bu bola bilan, nima muammo borki, qo'liga kishan taqib olib ketyapsizlar? Unda ular aytdiki, la tatadakhal ayyuhat turki, turk, sen aralashma biz ishimizga deyishgan ekan. Ya'ni u turkiyalik-da bu kishi. Shunda yana bu kishi olim kishi aytdilarki, nimaga men aralashmayman? Men axir mo'minman, u meni birodarim bo'lsa, agarchi men tomonli bo'lsa ham, nimaga buni qilib tutib olib ketyapsizlar? Jinoyati bo'lmasa nimaga olib ketasizlar? Desa, ular aytgan ekanki, "Hada ar-rajul ya'ishu munzu 6 sanawatin fil madinati al-munawwara." Mana bu bola 6 yildan beri Madinada g'oyri rasmiy yashaydi. Ya'ni vizasiz, noqonuniy kirib kelgan Bakka. Shuna yashaydi. Biz buni ushab o'zini yurtiga o'sha deport qilgani jo'natib yuboraylik desak, har safar Rasulullohning qabrlarining ichiga qochib kirib oladi bu. Biz u yerga kirib buni atdan sudrab olib chiqolmaymiz. Rasulullohdan hayo qilamiz va buni doim poylaymiz. Mana shu yerda tutamiz deymiz, tutolmaymiz. Oxiri mana shu yerda mana 6 yildan keyin mana shu yerda hozir ushlab oldik buni degan ekan. Shuni hozir nima qilasizlar endi desam, na'khudhuhu va nuqilhu ila at-ta'ira. Buni o'sha samolyotga o'tkazib jo'natib yuboramiz yurtiga. Shunda yana haligi bola yig'lab oyog'ini tirab, axir men o'g'rilik, qasam bilan aytaman, o'g'rilik qilmasam, tilanchilik qilmasam, noqonuniy ish qilmasam, jinoyat qilmasam, nimaga meni jo'natib yuboryapsizlar? Men Bakka faqat payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganimdan kelganman, men Bakka o'sha yurtimdan deb oyog'ini tirab turib oldi. Oxir ular yo'q, mumkin bas seni jo'natib yuboramiz deb sudrashyapti edi. Qaraydiki, ish bo'lmaydi. Haligi bola yana aytdiki, adbiru vajhi, bo'lmasa meni yuzimni payg'ambar alayhissalotu vassalomni bir o'zlariga ro'para qilinglar ketishimdan oldin deb shunaqa dedi. Biz kuzatib turibmiz buni deydi Qaysar. Shunda olib kelib Rasulullohni gumbazlari, yashil gumbazning oldiga bunday ro'paralariga, janob Rasulullohning qabrlariga ro'para qilishdi. Shunda yana politsiya aytdiki, qulma anta, nima deydigan bo'lsang aytib ol payg'ambar alayhissalomga bo'lmasa. Shunda yana haligi bola Rasulullohning qubbalariga, qabrlariga qarab aytdiki, "Ya Rasululloh", endi arab tilini bilar ekan, "Ya Rasululloh, hal hakaza kana al-ittifaqu baynana?" Axir bizni o'rtamizda kelishuv shunga bo'lodimi? "Ya Rasululloh, biz shunga kelishuvdikmi? Axir bular meni sizni oldingizdan olib ketmoqchi bo'lib turishibdi-ku. Li ajlika taraktu ummi." Axir men sizni deb onamni tashab kelgan bo'lsam, otamni tashab kelgan bo'lsam va ag'loqtu do'kkani, hatto do'kanimni ham yopib sizni oldingizga kelib sizni yoningizda turgan bo'lsam va men sizga ahd berodimki,
to masjidda umrimni oxirigadir sizni yoningizda qo'shni bo'lib yashayman deb ahd qiluvdim. Lekin mana ularni qilayotgan ishlariga qarang. Yo Rasululloh, lima la tatadakhal? Ey Allohning rasuli, nimaga aralashmayapsiz siz mana ularga? Bular hech kim aralashtirmayapti-ku deb haligi bola Rasul akram alayhisalom qabrlariga qarab shuna deb qoldi. Nima aralashmaysiz ey Allohning rasuli deb turib, xushidan ketib yiqildi deydilar. Ular oyog'i bilan tervatib, "Voy, sen o'zingni o'lganga solyapsan, sen bizni aldayapsan, tur o'rningdan" deb ular bir oyog'ida, qo'lida shuna qilib turtishdi. Ammo u o'ziga kelmadi. Tahoratxonadan suv olib kelib chachishdi ham, lam yuharrik, u hech ham harakatga kelmadi, qimillamadi. Shunda bir odam aytdiki, ish qilib o'lib qolgan bo'lmasin. Darrov o'sha nimani tez yordamni chaqirishdi. U tabib bilan keldida bo'ynin tomirini ko'rdi, qo'l tomirlarini ko'rdi. Aytdiki, "Hada rojul innahu qad mata mundu 15 daqiq." Haligi tabib aytdiki, "Bu bola 15 daqiqa oldin vafot qilgan ekan" dedi, qarang. Vafot qilgan ekan dedi. Haligi joydagi politsiyalar shunday yig'ladiki, shunday yig'lab, qo'llarini tizzalariga urib, oyoqlariga o'zlarining dubinkalari bilan urib, "Qaniydi biz buni Allohning rasuliga oshiqligini bilganimizda edi. Bu zotga bo'lgan muhabbatni shunaqa ekanligini bilganimizda edi. Biz oyoq qo'llarimizni o'zimiz urib sindirgan bo'lar edik. Biz nima ish qilib qo'ydik hozir? Nimaga bu bolani biz shunday qildik?" deb ular afsus nadomat bilan janozaga yuvgani olib kirdilar. Men orqalaridan bordim deydi Said Qaysar. Keyin janozaga olib chiqilganda o'qib Jannatul Baqiyga ko'mishlikka fatvo bo'ldi. Men shuni ko'tarib qolay, shuni janozasini desam, ammo haligi 4 ta politsiya hech kimga bermadi va ular aytarlarki, "Yakfina hazal ism." Bizga shu gunoh kifoya qiladi. Bizni badbaxtligimizga shu qilgan gunohimiz kifoya qiladi. Endi bu yigitni biz o'zimiz olib borib qo'yamizki, birovni aralashtirmay, shoyatki bizni Allohning oldida kechirsa bu bola deb haligilar olib borib qo'ydilar. Qarangki, bu bola nima dedi? "Ey Allohning rasuli, aralashmaysizmi? Nimaga aralashmayapsiz?" dedi. Hazrat payg'ambarimiz alayhisalom aralashdilar va darhol bu yigitni o'zlariga qo'shni qilib oldilar. Qiyomat kuni kim vafot qilsa Madinada yoki bu Baqiyga ko'milsa, men uni shafoat qilaman deydigan sahobalarning orasiga kirib ko'mildi haligi bola. Demak, mana bu bizga Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shunday zotga biz ummatmiz. Shuning uchun bu zotning sha'nlarini yuqori ko'tarishga, u kishini himoya qilishlikka har bir mu'min mas'ul. Bugun payg'ambar alayhisolamning sha'nlarini, u kishini obro'larini to'kaman deyotgan bu g'arb yoki bu kofirlar, bularning misoli nimaga o'xshaydi desa, payg'ambar alayhisalom bir katta dengiz bo'lsalar, bu zotning hurmatini to'kaman deb masxara qilayotgan odamlar agar payg'ambar alayhisalomning kimliklarini bilganlarida edi, bu ishni avval qilmas edi ular. Lekin bularning misoli katta dengizni qirg'og'idan oyog'ini namiga tegizib o'tib ketayotgan itga o'xshaydi degan ekanlar. Ya'ni u itni nopok oyog'i bir katta dengizni najosat qilolmagandek, janob payg'ambarimiz alayhisalomga u narsalar ta'sir qilmaydi. Chunki Alloh u zotni mana shunday aziz va mukarram qilgan. Shuning uchun u zotning sunnatlariga mahkam bo'laylik. U zotni demak, mana bunday ulug' kechalarda ko'p salovatlar aytish kerak. Ko'p u kishiga demak nima muhabbat qilib, sunnatlariga amal qilib va u kishi aytgan barcha ibodatda ham, yurishda ham, turishda ham, hamma ishda ham u zotga o'xshab biz o'rnak bo'lib, o'sha zotga ergashishligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vujudga kelmoqchun taqdir qilgan on, o'tdingiz nur bo'lib zamonalardan. Kim bor yana baxtliroq bo'lib nurafshon, nuringiz joy olgan peshonalardan. Kelganda nur Abdullohga yetibon, to'lin oydek porladi u begumon. Nasab oliy barchalari poktamon, tizilganda tiniq marjonalardan. Abdullohga zavja bo'ldi Amina, shu tariqa nurga to'ldi Amina.
qanchalar dog'da qoldi Amina, buni so'rang aqli hayronalardan. Aminani tashlab ketdi Abdulloh, ko'zlarini yoshlab ketdi Abdulloh, yuragini g'ashlab ketdi Abdulloh. Ayrilmasin hech kim ham xonalardan. Ko'nglingizga alam sitam yig'ilganda, eslab qo'ying dardu g'amdan bo'g'ilganda. Rasululloh yetim bo'lgan tug'ilganda, izlang haqni qalbi vayronalardan. 6 yoshda onasiga bo'lib hamroh, Madinaga otlandilar bir kun nogoh. Otasining qabriga tushganda nigoh, so'ylang menga dili g'amxonalardan. Shunchalar bo'lurmi yosh go'dak sabri, bo'ldi-ku ziyoda yetimlik jabri. Ona ham tark etdi abvoda qabri, xabar olib turing xilxonalardan. Kichiklikdan namoyondir xulq-odob, gulgun chehralari misoli oftob. Amindur laqabi rostgo'ylik sabab, emas edi nafs uchun giryonalardan. 40 yoshiga yetganida ul janob, ko'rdilarki dunyo bo'ldi quruq sarob. Sudxo'rlik avjida zinoyu sharob, shirk va fasod anqir mayxonalardan. Oshiyon qilib shunda xirog'orini, oshiqlar topganidek zebo yorini. Haqqa izhor qildi dilda borini, izlanmas haqiqat koshonalardan. Qilardilar ibodat Ibrohimdek, borardilar uyga goh-gohidalik. Keching endi boshqa afsonalardan. Chunki nozil bo'ldi hozir bir kalom, tog'lariga yuklansa bo'larlar tamom. Lek qalbi ummon zot alayhissalom, etdi qabul edi mardonalardan. Shu ondan boshlandi haqqa chaqiriq, garchi eshitdilar azor baqiriq. Bir zumga tinmadi qutlug' hayqiriq, gar islom tarqadi bir donalardan. Bu yo'lda chekdilar zahmat qanchalar, eshitdi bo'xtonu tuhmat qanchalar. O'zimga kelmadim ancha-anchalar, bo'lsam-da amali fisqonalardan. Shulardan birini hozir eslasam, tarix sari ulovimni tezlasam. Demay turing vaqtim olding to'xtasan, o'zim bo'lay sizga parvonalardan. Toyifga bordingiz Makkadan bezib, berarmikan yordam qo'llarini cho'zib. Haydadilar musaffo dilingiz ezib, najot yo'q yaqinu begonalardan. Turib olib yo'l chetiga yalang yoshlar, tosh otishar haqoratlar bu avboshlar. Kavushingiz qonga to'ldi tegib toshlar, yetdi zulm hatto devonalardan. Bugungidek yurganimdan zor hayron, yaxshi edi bo'lsam sizga temir qalqon. Garchi qo'limdadir mustahkam arqon, farqi yo'q manchuldagi sarsonalardan. Topilmaydi hech ishimda ravishingiz, rozi edim bo'lsam sizning kavshingiz. Emasmidi sunnat bizga har ishingiz, bizchi ibrat oldik g'arbonalardan. Sahobalar siz edingiz sodiqlar, payg'ambarga chin ko'ngildan oshiqlar. Chidadingiz qancha o'tdi uriqlar, zavq oling jannatda rayhonalardan. Bizga kerak hozir Umar tayog'i, osh bo'lsa bas bizga qo'y go'sht qo'y yog'i.
chiqmay qo'ydi bugun ummat oyog'i, choyxona, to'yxona, parxonalardan. Garchi holimizdan qilsak-da uyat, bittagina umid bor qaniydi shoyat. Qiyomatda nasib qilsa shafoat, bo'lar edik xurram mastonalardan. Duo qiling haqqimizga ya Rasul, hadis rivoj topsin ilmu fiqh usul. Ilmu ibodatdan topaylik huzur, masjidlar yashnasin xatmonalardan. Madhingizdan ojiz qolgach qalamlar, yuborurmiz sizga salot salomlar. Mavlidingiz nishonlagan xush damlar, Toshkent u Andijon Farg'onalardan. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.